Assalomu alaykum hurmatli samarqandliklar, ichimlik suvi iste'molchilari. Xabaringiz bor, Samarqand shahrida 2026-yil 23-iyul tungi soat 20:00 dan 2026-yil 25-iyul tungi soat 20:00 ga qadar shahrimizda ayrim hududlarda ichimlik suv ta'minoti vaqtincha to'xtatilishi haqida e'lon bergan edik. Mazkur ishlar Abu Dhabi taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida olib borilayotgan mana shu inshootlarda o'rnatilgan elektr tejamkor nasos uskunalar o'rnatilishi sababli, zaxira generatorlarini o'rnatilishi sababli vaqtincha ichimlik suvi ta'minoti to'xtatilgan edi. Biz e'londa berib o'tgan muddatdan oldin shaharimizda ayrim qismlarda ichimlik suvi ta'minoti tiklandi. Mana shu suv inshootidagi rezervuarlar to'lishi, 1,5 ming diametrlik ichimlik suvi quvurlarining to'liq to'lishi natijasida mana shu belgilangan vaqtda shaharimizda ichimlik suvi yetib bormagan ba'zi hududlarda ham biz aytgan sana bo'yicha ichimlik suvi ta'minoti to'liq tiklanishini bildirib o'tamiz. Keltirilgan noqulaylik uchun uzr so'raymiz. Ichimlik suvi ta'minoti tiklanish arafasida sizlardan iltimos suv jumraklarini yopib qo'yishlaringizni va buni nazoratsiz qoldirmasliklaringizni so'raymiz.